Tilla olsizlarmi aka? Da, davomimiz aka. Ozgina qarz kirib qoldi. Men onam yig'gan terganlari bor ekan, shuni berib yubordim. O'zi bizning oldimizga keladigan 80% odam qarzga kirib qolgan bo'ladi-da aka. Sizda ham shunaqami muammo? Shunaqa. Bir xudo xolasa qimmatroq hisoblaymiz. Tillaringiz ancha eski tillalar ekan, lom bo'lib qopti-da aka, ancha-munchasi. Hop, probalari 585 ekan. Hammasi menimcha 585, 583 bo'lsa kerak bo'laringiz aka. Instagramda ko'rardim-da, aka, qimmat olib qolasiz, o'shanga yana keluvdim shu rostdanmi, yolg'ondanmi? Rostdan aka, hammadan qimmat olib qolamiz aka. Siznikini ham qimmatroq hisoblab olib qolaman, xudo xolasa. Bundan zo'rlarni qilib berasiz onaxonga aka. Xudo xolasa aka, tilla sotishga emas, tilla olishga kelaman yo'q. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Qarang. Probasi 583, 585 ekan, lom bo'lib qolgan hamma narsa. 1585 tilla, lekin ancha ko'tarilib qolgan. Men sizga buni 1 grammini 990 mingdan qilib beraman aka. Aka 990 mingdan emas, 1 milliondan qilib bering. Rostdan qiynalmayman aka, lekin 15 million 691 ming bo'pti-da, 990 mingdan hisoblaganda 1 milliondan da olsin aka. Shunaqa 1 milliondan qilib bering. Bo'ldi, qarang aka, 1 milliondan bo'lganda 15 million 850 ming bo'lardi. Sharoitingizni tushundim aka. Erkakchilik deb turib, men sizga tekis 16 million qilib beraman. Bo'ladimi aka? Rahmat kattakon aka. Rozimisiz aka 16 million? Roziman aka, siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Bo'ldi aka. Keverasiz xizmat. Men qarz kirib qoldi, men 16 million misimdan ham oshib ketdi-da. Misim bo'ldi aka. Qarz kirib qolsangiz aka, yoningizda hech kim qolmas ekan. Qolgani akalar o'zingizga bu narsangizga qolar ekan-da. 16 million tekis qilib beraman. Mana aka, aytganimdek 16 million. Aka, rahmat kattakon. Joningiz sog' bo'lsin aka. Xo'p, charchamang. Agar sizlarning ham shunaqa tillar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.